Yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshimi, charchamaysizlar? Xalqaro tinchlikmi boshlig'iman, Abdurashidov. Yaxshi. Rahmat, charchamaysizlar. Hozirlarni murojaat ijozat ekan. Tug'ilgan kuningiz yili oyi kerak edi. 21/11/1987. Qayerdan? Navzobod mahallasi, Sayqal ko'chasi 11. Ishlaysiz murojaat ishlaysizmi? Taksi faoliyatini. Ha, bo'ldi. Nog'oralig'i yo'q. Yo'q. Murojaat nima edi? Qaysi ko'cha edi? Hozir bu yo'lda qanaqa yo'lligini bilmayman-ku, mana bu yangi yerda 5 etажga bor-ku. Hop. O'shandan to mana bu Kiramskiy tomon qarab ketganda Kalsoga o'shangacha bo'lgan yo'l yomonda. O'yib turib chaqib tekshirib qo'ygan. Bu yangi yerga prezidentimiz keladi ishdan oldin boshlaganda nima kelib ketganlarim yo'q, xabarim yo'q. Shundan keyin shu qolib ketdi-da mana. Hozir avza chekyapti-da, mashinalarimiz ham to'kilib ketdi. Bugun ertalab kelib qoldim. Yaxshi tushdim bir yamaga. Hozir qayerda mana bu 5 etажga borman. Kinetralar institutga ma'lumotmi? Ha, xuddi o'sha 5 etажdan shunday o'tganda to'g'ri Kiramskiy qarab ketganda Kalso bor-ku, o'shangacha yo'l yomon bo'lganda, oldin ham yomon edi, uni tekshirib, uni ko'rib chaqib o'yib qo'ygan. Shu bo'yicha qolib ketdi. Bu bo'lsa yaxshi. Hozir qabulxonaga kelish iloji bor, mana shu yozma shaklda yozib bersangiz. Ertaga o'sha telefonlashib bilan yozma shaklda yaxshiroq natijasi bo'ladi bunda. Shikoyat mazmuni yozib beradi, chunki yo'l buzilgan, qilmayapti deganman. Ha, mayli, bu ertaga bo'lmasam o'taman. Yozmadan natijasi yaxshiroq bo'ladi, asosli bo'ladi-da. Yozib bersangiz,